keyin nega salgina janjalga ham ajrashaman deyaverasiz? Shunday muqaddas oiladan voz kechishlik osonmi? Farzandlaringizni kim o'ylaydi? Kelin. Oyijon, ko'ndirmoqchi bo'lmang. Men baribir ajrashaman. Oilalarda uchrab turadigan kichik janjallar sababli ajrim yoqasiga kelib qolgan 587 nafar er-xotinlar 15-may Xalqaro oila kuni munosabati bilan yarashtirildi. Bugungi kunda Xalqaro oila kunini keng nishonlash mamlakatimizda ham an'ana tusiga kirib ulgurgan. Yurtimizda oilani mustahkamlash, sog'lom va barkamol avlodni kamol toptirish borasida izchil va samarali chora-tadbirlar doimiy ravishda amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan, Sirdaryo viloyati Majburiy ijro byurosi tomonidan oila kuni munosabati bilan ajrim yoqasidagi oilalar yarashtirildi. Bugungi kunda Majburiy ijro byurosining Sirdaryo viloyat boshqarmasi tuman shahar bo'limlari ish yurituvida jami 587 nafar ajrim yoqasidagi oilalar yarashtirildi. Ijro harakatlari davomida byuro xodimlari tomonidan olib borilgan tushuntirish ishlari yarashtirilib, ijro hujjatlari tamomlangan. Oila muqaddas ekanligi har bir ajrim yoqasida oilalarga tushuntirilib, oilalarni yarashtirish ishlari olib boriladi. Mamlakatimizda baxtli va farovon oilalar soni ko'paysin. 15-may Xalqaro oila kuni barchaga muborak bo'lsin.